Hurmatli kuzatuvchilar, fermerlar, bugun g'o'za parvarishida juda ham mas'uliyatli palla boshlandi. Bugun biz hosilni yaratadigan paytga yetib keldik. Biz qanday ishlov berishimiz kerak, qanday agrotexnik tadbirlarga rioya qilishimiz kerak. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali juda ham ko'plab savollar kelgan. Mana men shu ijtimoiy tarmoqlarda kelgan savollarni hozir yozib olib, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor Shuhrat aka Abdualiyev mana shu savollarga hozir javob topishga harakat qilamiz va buni sizlarga yetkazamiz. Agar siz videoni shu joygacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, albatta erinmasdan videoni oxirigacha ko'ring, chunki siz uchun manfaatli tavsiyalar berib boriladi. Shuhrat aka, siz bilan biz ko'p gaplashganmiz oldin ham, lekin yil-yilga o'xshamaydi. Bu yilgi yil o'tgan yilgidan juda katta farq qiladi. To'g'ri, endi fermerlarimiz ham juda katta tajriba bor, lekin olimlar tavsiyasiga amal qilish maqsadga yetadi. Demak, sizga kuzatuvchilarimizdan kelgan birinchi savolni beraman. G'o'zaning rivojlanishi me'yorda ketayotganini fermer qaysi belgilarga qarab baholashi kerak? Avvalo fermer g'o'zaning holatini yaxshi bilish uchun dalaga kelish kerak. Dalaga kirib, uni monitoring qilib kuzatib o'tkazish kerak. Birinchidan bugungi kunda g'o'zaning bo'yi 50-60 sm o'rtacha rivojlanayotgan daralarda. Shunga 2-3 ta ko'sak, 3-ta 4ta guli va 10 ga yaqin shonasi bo'lsa, u me'yorda rivojlanayotgan g'o'za hisoblanadi. Rangi, demak, to'q tusli bo'lishi kerak. Barglari ushlaganda, demak, o'zini holatini tiklay oladigan holatda bo'lishi kerak. Mana shu me'yorda rivojlanayotgan g'o'za. Demak, hozirgi bosqichda dalani baholashda eng muhim ko'rsatkich nima? Bugungi kunda dalani baholashda eng muhim ko'rsatkich, demak, g'o'zaning bo'yi. Bu oziqa berildi, sug'orildi, barcha juda tez bo'yiga o'sishni boshlaydi. Shuning uchun bo'yini o'sishini, demak, biz boshqarishimiz kerak. Shu bilan birgalikda uni, demak, hosil elementlari shakllanayotgani ham uni holatini belgilovchi eng muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Albatta, buni bilish uchun mutaxassis sifatida yoki o'sha fermerda agronom sifatida dalani dalangiga yig'ib, 3 ta 4 ta joyidan ko'rib, o'rtacha xulosaga kelib, o'sha yuqorida aytgandek ko'saklar soniga, shona gullariga, shu bilan birgalikda kasalligi, hasharotlardan, begonalardan tozaligi e'tiborlanish kerak. Demak, g'o'zani bo'yi, bo'g'imlar orasi va hosil shoxlarining rivojlanishi o'rtasida qanday munosabat bo'lishi kerak? Ham bir tub g'o'za. Me'yorida rivojlanayotganida bo'g'in oraliq soni, hosil shoxlardan bo'g'in oraliq soni 4 sm. Agar undan qisqa bo'lsa, chanqayadi. Yuqori bo'lsa, demak, suv ko'p qo'yib ovlaydi. Bu birinchi belgi. G'o'zani hosil, demak, bo'g'inlari oraliq. Ikkinchi belgi, buni vegetativ va generativ qismi bor. Vegetativ qismi bo'yiga o'sishi, shoxlanishi, generativ qismi shona, gul, ko'saklarning paydo bo'lishi. Bir-biriga mutanosib bo'lishi kerak. Agar bir-biriga mutanosib bo'lsa, bo'yi bilan, demak, hosil elementlari to'g'ri shakllanayotgan. Bo'yi o'sib ketsa, hosil elementlari kam. Agar hosil elementlari haddan ziyod ko'payib ketgan bo'lsa, bo'yi kalta bo'lib qolgan bo'lishi kerak. Bu chanqagan dalalarda shunaqa holat bor. Demak, keyingi kuzatuvchimizdan kelgan savol javobi demak qisman berilyapti. Bu savolni o'qib eshitaman. Demak, 1 gektardagi barcha g'o'za bir xil rivojlanmayotgan bo'lsa, bu nimadan dalolat beradi? Masalan, mana hozir dala bir xil rivojlanyapti. Ayrim dalalarni ko'rsangiz, etagi o'sib ketgan, boshi o'rtacha, yana qayerda past bo'lib qolgan bo'ladi. Bunday holat o'sha qiyaligi yuqori bo'lgan dalalarda yoki sug'orishda kamchilikka yo'l qo'yib, tepa qismi ko'proq sug'orilib, pastki qismi kamroq sug'orilsa, bu holatlar yo'l beradi. Shu bilan birgalikda kultivatsiya qayerdadir sifatli yoki sifatsiz o'tkazilgan bo'lsa, bir joyda chiqib, bir joyda soyaga olib borgan bo'lsa, o'g'it to'liq hamma joyga bir xil berilmagan bo'lsa, hatto rivojlanadi. Shunga e'tibor qaratish kerak. Buning uchun dala tekis bo'lishi kerak. Agrotexnik tadbirlar muddatli sifatli o'tkazilishi kerak. Shunda bir tekis bo'ladi. Demak, rivojlanish nazoratini bir haftada necha marta o'tkazish kerak? Rivojlanish nazoratini bugungi kunda iloji boricha har kuni dalani ko'rsa yaxshi, lekin o'rtacha me'yoriy holatda har 2-3 kunda kirib dalani monitoring qilib, kundalangiga yurib, 3 ta 4 ta joyidan namunalar olib, o'simlik holatidan tanishib olish kerak. Dalani kelib boshidan yoki oxiridan kelib, umumiy xulosa qilib bo'lmaydi. Fermerlar eng ko'p yo'l qo'yadigan xato nima? Fermerlarning eng ko'p yo'l qo'yadigan xatosi dalani ichiga kirmasdan tashqaridan yo'ldan
tusiga, rangiga mahliyo bo'lib qolishi. Chunki bu bilan odam o'zi aldaydi, paxtaning ichiga kirganda, dalaning ichiga kirganda boshqa hamma narsasini aytadi. Oziqa yetishmayotganligini yoki kasallik hasharotdan ziyon ko'rayotganligini, qaysidir mikroelementlar yetishmayotganligi paxtaning o'zi bilan demak tahlil qilib, monitoring qilib qolishi. Tashqaridan bu narsalarni ham bo'lmaydi, dalaning ichiga kirmaganligidan monitoring va yuqorida aytgan 2-3 kun olib boradi. Hurmatli fermerlar, demak paxtani albatta mutaxassis bilan, agronom bilan haftada 2 marta, 3 marta kirib, uni holatini baholab chiqib, shunga qarab agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish kerak ekan. Chunki qayerdadir o'rgam chiqqani paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ehtimol ko'sak qurti paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha chanqagan bo'lishi mumkin, gul tashlayotgan bo'lishi mumkin. Aha. Demak, barg rangi orqali qanday xulosa chiqarish mumkin? Mana olib ko'rib turibmiz, mana to'q, ko'p, chiroyli turibdi. Bu rang demak suv olish me'yorida o'tkazilgan, oziqa yetarlicha berilgan dalalarda rangi mashq oladi. Agar juda to'q rangga kirib ketsa va guli tepaga chiqsa, bu chanqayotganlar. Agar haddan ziyod ko'p suv quyilsa, bargi och yashil tusga kiradi. Namlik ko'payadi. Namlik ko'payadi. Bu ham ziyon. Paxta ko'p suvni xohlamaydi. O'zida me'yorda suv. Ko'p quysangiz demak och rangli bo'lib qoladi, och yashil bo'lib qoladi. Chanqat qo'ysangiz o'ta to'q bo'lib ketadi. Hozir mana shu me'yoriy holatda. To'q rangli, bargi turg'oy holatga ham bemalol ushlab qo'ysangiz yoyiladigan holatda bo'lsa, bu me'yoriy holat bo'ladi. Bargiga qarab uni bemalol holatini baholash mumkin. Keyin g'o'zani bargini ko'rsangiz, ayrim joylarda bunday teshilgan holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham nimagadir ishora beradimi? Ishora beradi. Bu birinchi navbatda qaysidir hasharot unga ziyon yetkazayotgan. Shu dalaga kirganda albatta bargini orqasini, ustki tarafini qarash kerak. Hasharot yoki kasallik o'sha pastki taraflarda paydo bo'ladi, soya joylarda paydo bo'ladi. O'shalarga qarab baholash kerak. Teshilgan, boshqacha rang paydo bo'lgan, sariq dog'lar, izlanish, bir sariq yo'llar hosil bo'lgan bo'lsa, qaysidir mikroelement yetishmayapti yoki qanday zarar ko'rsatganini bildiradi. Bu keyinchalik oxir-oqibat hosil to'kilishiga, kamayishiga olib keladi. Hurmatli kuzatuvchi fermerlar, agar siz videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz uchun bu manfaatli ma'lumot bo'ldi deb hisoblaymiz. Albatta paxtangizni bargini nazoratdan o'tkazib boring. Demak, Shuhrat aka, xalqimizda ta'bir bilan aytganda g'o'za semirib ketdi, g'ovlab ketdi degan bir iboralar bor-da. Biz buni qanday bilishimiz mumkin? Endi tajribali fermerlar biladi, lekin bugun fermerlikni yangi boshlayotgan yosh fermerlarimiz bor. Endi paxtani vegetativ va generativ qismlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar biz bugungi kunda g'o'zani sharhlab keting, vegetativ, generativ nima? Vegetativ qismi bu hosil shoxlari va poyasi. Bargi. Generativ qismi shona, gul, ko'saklari, ya'ni hosil ilmiy. O'sha bir-biriga mos bo'lsa, to'g'ri rivojlanayotgan bo'ladi. Endi qaysi holatda generativ, ya'ni shoxi ko'payib, g'ovlab ketadi. Sug'orish haddan ziyod ortiqcha berilsa, oziqalar ko'p berilsa va boshqarish, o'simlikni boshqarish amalga oshirilmasa, uning vegetativ qismi, ya'ni bo'yi o'sib g'ovlaydi. Natijada hosil elementlari, shona, gullar to'kadi. Shuning uchun uni g'ovlashga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bugungi kunda o'sha vazirimiz tavsiya qilgan sajian, entajian preparatlari bilan boshqarish kerak. O'shani muddat me'yorlari tavsiya qilinganda sepish kerak. Masalan, bo'yi 50-60 sm bo'lsa, 45-50 gram, 70-80 sm. Shuhrat aka, mana shu sajian masalasida alohida sizga savol beradi. Buni keyingi savolda bir to'xtalamiz. Hozir g'o'zaning yuqori qismi holati kelajak hosil haqida fermerga darak beradimi yo'qmi? G'o'zaning tepa yuqori hosil holati keyingi holatga darak beradi. Nima uchun? Barglari sog'lom, yosh, yangi hosil bo'layotgan, toza bo'lishi kerak. Yuqori qismida shunaqa barglar bo'lsa, demak rivojlanish yaxshi ketadi. Albatta pastki barglar qariydi, asta-sekin o'zining faoliyatini yo'qotib boradi. Ularga nisbatan tepa qismda yangi barglar hosil bo'laveradi. Shu jarayon to'g'ri ketish kerak. Ya'ni tepa qismida sog'lom, yaxshi barglar bo'lsa, bu yaxshi rivojlanish kerak. Yana bir kuzatuvchimizdan hozirgi bosqichda qaysi ko'saklar hali hosilga ishlaydi,
qaysilari esa iqtisodiy ahamiyatga ega emas degan savol kelgan. Biz 1-avgustgacha bo'lgan muddatda hamma hosil elementlarini, shona gullarni ko'rsatga aylantiramiz, iqtisodiy manfaat bo'ladi. 1-avgustgacha olgan ko'rsatlarimiz bemalol sentyabr oyini o'rtalariga to'liq ochilib pishib beradi. Shuning uchun bugungi kunda hammasi iqtisodiy samara. Avgustdan keyin kechiktirganlarimiz tepa qismida shona gullarni ko'rsatga aylantirish hosil qilish mumkin, kechikib ketadi. Shuning uchun iqtisodiy samarasi past. Haligi eski dehqonlarimiz ta'biri bilan aytganda shunday bir gap bo'lardi. Sumbula kirgandan keyin avgust oyining oxirida masalan 22-avgustda sumbula kiradi. To'g'rimi? Sumbulani ko'ragi qo'y echkini xo'ragi deyiladi. Demak, sumbula kirguncha bo'lgan ko'saklar ham iqtisodiy samara beradimi yo'qmi? Demak, 1-avgustdan boshlab 22-20-avgustgacha. 1-10-avgustdagisi samara beradi. 10-avgustdan keyingisi kechki bo'lib pishmaydi, ochiladi. Yoki kech ochilib, Kech ochiladi. kichkina ko'sak bo'lib qoladi. Terib olganda ham baribir iqtisodiy samaradorlik bo'lmaydi. Sifati past bo'ladi, tola yetimga qoladi. Hurmatli fermerlar, mana shu ma'lumotni e'tiborga olib qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Shuhrat aka, demak, rivojlanish nazoratida ob-havo omillari qanday hisobga olinadi? Masalan, juda ko'pchilik aytadi, agar havo harorati ko'tarilib ketadigan bo'lsa, o'zi yaxshi ishlamaydi, hosil qilmaydi, rivojlanishdan to'xtaydi deydi. Ko'pchilik 36 darajadan oshsa harorat deydi, ko'pchilik 40 darajadan oshsa deydi. Masalan, olim sifatida, mutaxassis sifatida fermerlarga mana shu aniq me'yorlarni aytib bersin. O'zi issiq sevadi, issiqlik yaxshi ko'radi, lekin maqbul rivojlanish uchun 28 darajadan 36 darajagacha o'sha davrda kecha rivojlanishda 37 darajadan oshsa o'sishdan to'xtaydi, 40 darajadan oshsa rivojlanishda. Ya'ni 37-40 dan oshdimi, o'zaga salbiy ta'sir qiladi. Demak, hosil qilmaydi. Hosillarga ham ishlamaydi, bo'yiga ham ishlamaydi. To'xtab qoladi. Rivojlanishdan to'xtab qoladi. Demak, sug'orishdan oldin va keyin rivojlanishni qanday baholash kerak? Sug'orishdan oldin nimani ko'rib olishimiz kerak? Keyin nimaga bir ishonch hosil qilish kerak? Sug'orishdan oldin birinchidan hosil bo'g'inlari orasi qisqaradi. Bargi to'q rangga kiradi, juda to'q rangga kiradi. Va tepa qismida gullar paydo bo'ladi, oq gullar paydo bo'ladi. Dalaga uzoqdan qarasangiz, tepada oq gullar ko'rdingizmi? Demak, bu chanqagan sug'orish. Shu tajribali dehqonlar aytadi, bu dalani deydi, oq gul tepaga chiqib ketdi, sug'orish kerak ekan. Fermer qaramabdi, demak, suvi yo'q ekan. Suv berish kerak. Endi suvdan keyingi holati boya aytgandek bargi oq yashil rangga kiradi. O'shanda to'xtatish kerak. Demak, hozirgi kunda fermerlar qo'llayotgan qaysi baholash usullari ilmiy jihatdan noto'g'ri? Endi hamma ham ilmiy jihatdan ishni nima qilavermaydi, amal qilavermaydi. Chunki mulla bilgan o'qiydi degandek, dehqon ham o'zi tajribasidan keyin ishlayveradi. Endi ko'pchilik fermerlar o'zini faqat bo'yidan, tashqaridan qarab baholab, yaxshi javob beradi. Ilmiy baho berish dalaga ko'ra birinchidan uni hosil shoxini ko'rish kerak. Masalan, hosil shoxi 7, 8, 9 ta bo'lsa, bugungi kunda yaxshi rivojlanayotgan dalalar. 1-avgustgacha shuni 12 taga yetkazib, 10 tagacha, 8 ta, 10 ta, 12 tagacha ko'rsat hosil qilsa, eng maqbul bo'ladi. O'shanday baholash kerak. Tashqaridan oddiy ko'z bilan baholab, uni to'g'ri hal qilib bo'lmaydi. Demak, bu savolga demak o'sha yuqorida ham javob olgan ekanmiz. Agar siz fermerga bitta ko'rsatkichni har hafta yozib borishni tavsiya qilsangiz, bu qaysi ko'rsatkich bo'ladi? Asosiysi hosil shoxi va ko'saklar, hosil elementlar. Nazorat qilib borish, sanab borish. Chunki shona va gullar to'kilib ketishi kamayib qoladi. O'shandan siz hosil ko'p yaxshi yoki kamligini aniqlaysiz. Bugun mana shu dalani ko'rib, 2 haftadan keyingi hosilni taxmin qilish mumkinmi masalan? Qanday belgilar? Albatta mumkin. Chunki 2 haftadan keyinga bunga 10 ta ko'sak qilishimiz kerak. Hozir qarasak 2 ta, 3 ta ko'sak bor. Demak, 2 haftadan keyin 10 ta olishimiz, 7 ta, 8 ta ko'sak hosil qilishimiz kerak. Buning uchun nima ishlar qilishimiz kerak? Demak, mikroelementlar, stimulyatorlarda, ayniqsa borni yaxshi qo'llash kerak. Gulni ko'paytiradi, o'simlikni gullash jarayonini tezlatadi. Yosh stimulyatorlardan foydalanish kerak. Va ortiqcha ovlab ketishni oldini olish uchun o'sha retardantlardan, ya'ni saziyanlardan foydalanish kerak. O'shalarni qilsa 2 haftadan keyin va aytgandek 10 ta 12 ta ko'rsatib berish mumkin. Chaqatib ketmaslik kerak. Endi oziqalar hammasi berib bo'ldi, kasallik hasharotga demak himoya qilish kerak. 2 haftadan keyin shu narsa
biz endi mana shu demak g'o'zani boshqarish mavzusiga keldik. Mana hozir oldingi yillarda bu tajriba qo'llanilmagan. Bu yil endi mana shu tajribani qo'llamoqchimiz. Demak, g'o'zaga bugun bornik kislota degan o'sha tarkibida bor mikroelement. bor mikroelement bor bo'lgan demak preparatlardan foydalanish to'g'risida demak hozir olimlarimiz tavsiya beryapti. Buni qanday ishlatishimiz kerak? Fermerlar buni hammasini ham qancha berish dozalarini bilmaydi. Qancha miqdorda sepish kerak. Uni qanaqangi preparatlar bilan aralashtirib sepish kerak yoki borni o'zini alohida sepish kerak. Mana shu savollarga ham javob bersak. Endi borda o'zini ahamiyatini bir og'iz aytib o'tish kerak. Bor elementi hamma ekinlarda ham, jumladan g'o'zada ham gullash jarayonini tezlashtirish, gullarni ko'paytirish va gullarni tanaga mustahkamlash vazifasini bajaradi. Shuning uchun bugungi kunda gullash, hosil turish jarayoni ketyapti. O'zbekistonlikka albatta bor kerak. Biz dalalarimizga hech qachon bor bermaganmiz. Tuproqdan mavjudi yetishmaydi, kambag'al tuproq. Shuning uchun biz bugungi kunga kelib umuman yuqori hosil olayotgan davlatlarda bor mikroelementidan juda ko'p foydalanadi. Respublikamizda ham tarkibida bor bo'lgan mikroelement ustunlarlar juda ko'p. Masalan, Legozol bor degan preparat bor. Tarkibida demak 30% gacha bor bor. O'shani olib sepish mumkin. Yoki bornik kislotani o'zini olib shunda eritib sepish ham mumkin. Yoki tarkibida juda ko'p mikroelementlar, jumladan bor, boshqalar bo'lgan har xil preparatlar bor, stimulyatorlar, o'shalardan foydalanish kerak. Agar shulardan foydalansa, gulni ushlab qoladi, u ko'sakka aylanadi va tezroq hosilni shakllantirishga yordam beradi. Demak, borni asosiy vazifasi hosil elementlarini mustahkamlash. Gullash va gullarni mustahkamlash. Uni ko'sakka aylantirish. Endi shunday savol kelganda, uni qancha miqdorda berishimiz kerak? Demak, g'o'zani vegetativ davrida qancha vaqt sepishimiz kerak? Necha marta sepishimiz kerak degan savollar bor. Shonalashdan o'tib gullash jarayoniga kirganda va gullash davrida 2 marta bor elementini, mikroelementni stimulyatorlar qo'llash mumkin. Har xil preparatlar o'zi me'yori bor. 1 litr, yarim litr, ba'zilari 100 gram, 200 gram. Buni o'sha biz tavsiya etgan preparatlarda hammasi tavsiyalarda yozilgan. Mayli, tavsiyalarda yozgansiz, o'zingiz aniq bilasiz. Demak, 1 gektar joyga masalan 1 litr borni kislotani qancha suvga aralashtirib sepsa bo'ladi? Mana shuni aytsangiz. Borni kislotani endi 120 gram ishlatsa bo'ladi. 150-200 litr suvga. Ammo tarkibida bor mikroelement bo'lgan stimulyatorlarda boya men aytdim, Legozol bor 1 litr shonalash gullash davrida to'liq gulga kirganda 1,5 marta sepiladi. Boshqa preparatlar ham 1 litr, yarim litrdan mikroelementni tarkibida bor bo'lgan preparatlarni 1,5 litr gullash boshida va gullash ommaviy davrida 2 marta sepish kerak. Mana shu kunda albatta borni foydalanish kerak. Hamma dalada foydalansa bo'ladi. Endi ana bu har xil fikrlaydigan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari bor. Masalan, meni agrotime 01 degan Instagram sahifam bor. O'shanda biz bor kislotasi bilan ishlov berish kerak degan mana shu tavsiyani joylaganimizda, endi bor kislotasini narxi oshib ketadi, kimdir bor kislotasi bilan biznes qilishni boshladimi degan bir izohlar ham yozgan ekanda, shunga bir munosabat bildirib ketsangiz. Ilmiy jihatdan. Bor mikroelementi g'o'za uchun ham, boshqa ekin uchun ham juda zarur. Bu bo'yicha ko'plab tavsiyalar ishlab chiqilgan. Respublikamizda mavjud tarkibida bor bo'lgan mikroelementli preparatlar juda ko'p. O'shalardan olib foydalanish kerak. Mabodo o'sha preparatlar mavjud bo'lmasa, o'sha bornik kislotani o'zini olib sepish ham mumkin. Lekin respublikamizda yetarlicha tarkibida bor bo'lgan preparatlar mavjud. O'shalardan foydalanish bemalol. Bugungi kunda mana g'o'zani boshqarish uchun sajyan preparatdan foydalanyapmiz. Ya'ni juda ko'pchilikdan savol kelyapti. Endi hamma joyda paxta rivojlanishi bir xil emas. Qayerdadir kechroq ekilgan, qayerdadir buzib ekilgan, har xil holatda hozir. Mana shuni sajyan preparatini o'zi uni qadog'ini ko'rsangiz 15 gram yozib qo'yibdi-da. Lekin uni masalan dastlab 1 gram, 2 gramdan boshlab beringlar degan olimlarimiz tavsiya qiladi. Shuni bir tushuntirib bersangiz. Endi o'simlik bugungi kunda respublikamizda keng joriy etilgan Shinjon texnologiyasi ko'rsatgan 200-240 bo'lgan dalalarda albatta uni o'sishni boshlash kerak. Bitta barg paydo bo'lganda 3 kundan 5 kun, 10 kunda keyin ko'paytirib olish kerak.
Shunda o'simlikni boyagi bo'yi bilan hosil elementlari tekis rivojlanadi, mos rivojlanadi. Endi bu texnologiya yangi bo'lgani uchun ko'pchilik fermerlarimiz o'shalarga yetarlicha e'tibor bermaganligi uchun foydalanmagan bo'lsa kungacha. Endi qanday tartibda uni sajyandan foydalanish? Umumiy holatda dalalarimizni 3 xil demak turga ajratishimiz mumkin. Birinchisi rivojlanishi juda yuqori bo'lgan dalalar. Bo'yi 70-60 cm, ikkita 3ta ko'sagi, shunga yarasha shona gullari mavjud bo'lgan dalalarda bo'yi 60-70 cm bo'lsa 50-55-60 grammgacha. Bo'yi 90-95 ga yetkazsa 1-avgustga. Demak, o'shanga yetkazish uchun 90 grammdan 100 grammgacha. Yerosti suvlari yaqin bo'lgan joylarda 120 grammgacha qo'llash mumkin. Masalan, 200-300 gramm ham qo'llasa bo'ladimi? 200-300 gramm Qanday hududlarda qo'llasa bo'ladi? Qanday? yerosti suvlari juda yaqin bo'lgan, tez o'sib, qovlashga moyil bo'lgan joylarda 150 grammgacha qo'llaganmiz. Shuni o'zi yetarli bo'ladi. Endi mana qarang, hozir demak biz Shinjon usulida ham paxtani yetishtiryapmiz, an'anaviy usulda ham yetishtiryapmiz-da. Mana shu sajyandan foydalanishda o'sha an'anaviy usul bilan Shinjon usulida farq bormi, yo'qmi? Qo'llashda sajyan. Qo'llashda farqi bor. Shinjon usulida demak yoshlik davridan o'sha 3-5 grammdan boshlab to 100 grammgacha qo'llab boradi. 5-6 marta. An'anaviy usulda biz 3 marta tavsiya qilamiz. Shonalashda 15 gramm, bo'yi 20-25 cm. Gullash davrida bo'yi 40-45-50 cm bo'lganda 40-45 gramm, 50 grammgacha va bo'yi 80-90 cm bo'lganda demak 80-90 gramm qo'llash tavsiya qilamiz. O'zimizning an'anaviy usulda. O'simlik tekis rivojlanadi. Hamma dala bir xil bo'ladi. Hosil elementlari shig'il, yaxshi o'simlikka joylab beradi, mustahkamlab beradi. Endi boyagi holati o'rtacha rivojlangan dalalarda hozir bo'yi 50 cm gacha bo'lsa, 45 cm me'yorda, gramm me'yorda intajan sepish kerak. Endi rivojlanishdan orqada qaloq dala sajyan sepish kerak. Rivojlanishdan orqada qaloq bo'lgan dalalarda bo'yi endi shona gulga endi kirayotgan dalalarga 25-30 gramm. Keyingi etaplarini bo'yi shu 50-60 ga yetganda 45-50 gramm va 90-95 cm bo'lgan 90-100 gramm sepish kerak. Mana shu tartibda davom ettirish kerak ular ham. Kechki dalalar. Mana shu savolni bergan Instagramdagi kuzatuvchimiz menimcha o'zi uchun eng jo'yali bo'lgan, maqbul va manfaatli bo'lgan javobni oldi deb umid qilamiz. Agar Instagramda bizni keyingi safar ko'rib qolsangiz, ushbu javob uchun albatta like bosib qo'yishni unutmang. Xullas, mana endi biz yuqorida paxtani qaritish mavzusini boshlab qo'ygandik. Endi shunga o'tsak. Shuhrat aka, paxtachiligimizda tarixida ilk bor bu yil biz 1-avgustdan boshlab paxtani qaritishni boshlamoqchimiz. Paxtani qaritamiz deyapmiz. Bu nima uchun? Ko'pchilik fermerlar tushunmayapti. Endi paxtani pishib yetilishini tezlashtiruvchi preparatlar bor. Tarkibi etifon bo'lgan. Bu etilen ketogormonidir. O'simliklarda bu qarish jarayonini tezlashtiradi. Jumladan g'o'dada pishish jarayonini tezlashtiradi. Endi Shinjon texnologiyasi bo'lgani uchun, o'chat qalin bo'lgani uchun, bo'lgani uchun, buni pishish jarayonini tezlashtirmasak, o'z-o'zidan kechikadi. Shuning uchun respublikamizda g'o'dani qaritish degan termin kirib kelyapti. Lekin bu bo'yicha ko'p yillar davomida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Etifon tarkibi bo'lgan preparatlarni qo'llash bo'yicha ma'lum tadqiqotlar o'tkazilgan. Albatta etifon qo'llanilgan joylarda o'saklar pishishi, yetilishi, otilishi tezlashadi va past va tepadan o'saklar bir tekis ochiladi. Uni terishga, mashina yordamida terishga qulaylik yaratadi. Albatta biz texnologiyamizda oddiy o'zimizda O'zbekiston texnologiyasida yetishtirayotgan g'o'zalarimizda, mahalliy novlarimizda va Shinjon texnologiyasida bo'lgan albatta etifon qo'llash shart. Uni qaritib tezroq pishirishni demak yuqori hosil olishning asosiy poydevori hisoblanadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, paxtani qaritish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va u o'zini ijobiy natijasini bergandan keyin va xorijda tajribalardan kelib chiqib bu yil biz
mana shu paxtani qaritish tajribasini ilk bor qo'llab ko'ryapmiz. Bundan menimcha Shuhrat aka hech kim xavotir qilmasa ham bo'ladi. Biz maksimal darajada yuqori hosil olish va uni ertaroq yog'in sochiqni qoldirmasdan yig'ib olish uchun bu tajribani amaliyotda qo'llaymiz. Nafaqat ertaroq yig'ib olish, u hosildorlikni ham oshiradi. Masalan, bizning tajribalarimizda hosildorlik bitta yetifon bo'lib 3-5 litrgacha oshiradi. Nima uchun? Kecha yuqori, o'rta hamma hosili bir tekis pishib ketadi. Natijada uni miqdori, salmog'i, sifati yaxshi. Albatta yetifonni qo'llash ham hosildor oshirishga, ham erta pishirishga, ham terimni qisqa muddatda o'tkazishga yordam beradi. Mana shu paxtani qaritish masalasida qishloq xo'jaligi vaziri zo'r faktlarni, argumentlarni keltirdi. Biz etifonni sepganimizda paxtaga endi seni uzoq yashashing kerak emas, ertaroq hosilni qilishing kerak, sen qarishing kerak degan signalni beradi. Signalni beradi. Shundan keyin u ko'proq hosil qilishga, o'sib ketmasdan ishlashga harakat qiladi va ko'saklar to'q bo'ladi, tezroq rivojlanadi degan bir nimalarni, ilmiy asoslangan faktlarni keltirib o'tdi. Menimcha buni ko'plab fermerlarimiz ko'rgan. Mana biz hozir Shuhrat aka bilan aynan shu savolga javob qiladik va endi aytishimiz kerakki, etifonni qancha miqdorda, 1 boshlab berishimiz kerakmi? 1 gektarga qancha miqdorda berishimiz kerak? Etifonni sepish muddati, demak, o'zimlikda kamida 8 ta 10 ta to'liq ko'sak bo'lib, pastki ko'saklar pishib yetilish darajasiga kelib, qisman ochilayotgan holatda, demak, bu o'simlik tabiiy etifonni qo'llash muddatiga eganligini bildiradi. Endi etifon tarkibi juda ham respublikamizda preparatlar bugungi kunda mavjud. O'shani 72% etifonidir. Keng tarqalgan. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, esingizda qolsin, 72% etifon. O'sha 72%lisini 1 litr, 1,5 litrgacha sepsak, u 18-20 kun mobaynida uni 100 litr suvga aralashtiramizmi? 1 gektarga 200-250 litr suvga aralashtiramiz. Endi uni 39, 40, 45, 50%liklari bor. Ularda 2 litr, 2,5 litrgacha. Keyin 98%lisi. Buni demak 1 litrdan oshirmas. Kuchli. Bu kuchli. Shuni foiziga qarash kerak. Tarkibida ta'sir etuvchi moddalar 72 bo'lsa 1,5 litr. Juda samarali ta'sir qiladi. Ko'saklarni juda tez yetiltiradi, tabiiy ravishda ochiltiradi. Shuning uchun uning samarasi shunday. Shuhrat aka, endi mana ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilarimiz bergan savollarni hammasini o'qib eshitdim va ularga siz javob berdingiz. Buning uchun sizga tashakkur qilamiz. Va o'zingiz bugun mana shu imkoniyatdan foydalanib ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga, fermerlarga, dehqonlarga yana qanday tavsiyalar berishni maqsad qo'yganingiz? Shular to'g'risida. Birinchi navbatda muhtaram fermerlar, bugungi kunda paxtamiz eng mas'uliyatli davrga kirdi. Hosilni ko'paytiradigan, yig'adigan, o'sha 70, 80, 100 yil hosil qiladigan, bajaradigan ishlarimizga bog'liq. Biz sug'orish, o'g'itlash, qatorlarga ishlov berish, begona o'tlardan himoyalash choralarini bugungi kuncha qilib keldik. Endi o'simlikning hosilini ko'paytirib, uni o'simlikda yaxshi saqlab qolish choralarini ko'rishimiz kerak. Buning birinchisi o'sishni boshqarish kerak. Ya'ni bo'yini g'ovlatmasdan, o'sha yuqorida aytib o'tgan intazian, sazian, umuman tarkibiy retardantlardan to'g'ri foydalanish. Shu aytilgan muddatlarda hammasini qo'llash. Ikkinchi navbatda bugungi kunda o'simlik fotosintez, gullash, gul hosil qilish jarayoni. Sal havoning isishi, chanqab qolish, boshqa bir qandaydir mikroelementlar yetmasligi, bular juda tez to'kilib chiqib ketadi. Shuning uchun albatta mana shu oy davomida kelasi o'sha etifon sepilishsa 1-2 marta yana biostimulyatorlardan, tarkibi gumin asosli bo'lgan yoki turli mikroelementlari bo'lgan boshqa o'sha har xil stimulyatorlardan 1-2 marta albatta ishlov berish kerak. Gulini saqlaydi, fotosintezni yaxshilaydi, ozuqalarni ko'paytiradi, ko'saklarni bo'liq qiladi. Chanqatib qo'ymaslik kerak. Intaziandan to'g'ri foydalanish kerak, kasallik hasharotlardan himoyalash kerak. Agar shu tadbirlarda to'g'ri, ilmiy asoslangan holda olimlarning tavsiyalariga muvofiq bajarsa, biz 80-100 sentner hosilga katta zamin yaratgan bo'lamiz. Endi yana bitta savolda suhbatimiz oxirida. Endi
ayrim dalalarda e'tiborsizlik tufayli yoki bir boshqa sabab bilan begona o'tlar ko'payib ketgan. Agar shunday holatlar bo'lsa, demak xorijdan kelgan, o'sha glifosatga chidamli bo'lgan g'o'za navlariga glifosatni qanday miqdorda qo'llash kerak? Endi Umuman qo'rqatda ham ko'pchilik hozir sepsak, paxta o'ldirib qo'yadi deb sepmaydida, uni yaxshi qo'l bilan chopib chiqadi yoki yurib chiqadi, yo'qsa ketmon bilan chopib chiqadi-da. Endi asosan paxta o'sib olgandan keyin uni kuchli o't bosmaydi. Chunki paxta soya qilib o't tagida qolib ketadi. Lekin e'tiborsiz, qarovsiz holatlarda bo'lgan dalalar bo'lsa, begona ko'payib ketgan bo'lsa, o'sha glifosatga chidamli navlar kelgan joylarda albatta glifosat 2-3 kilogramm sepsa bo'ladi. Faqatgina buni 2-3 kilogramm glifosatni qancha suvda 250-300 litr suvga aralashtirib sepsa bo'ladi. Faqat buni o'sha o'simlik gullar ochilgan, gullab turgan vaqtda sepmaslik kerak. Ertalab yoki kechki salqin paytda sepsa, gullash jarayoni bo'lmagan paytda sepsa, uni guliga, hosiliga ta'sir qilmaydi, o'ziga ta'sir qilmaydi, begona o'tni lekin o'ldirib beradi. Juda kuchli begona o't bosib ketgan joylarda. Ammo paxta o'sib, mana shunday rivojlangandan keyin begona o't uncha chiqmaydi, soyalanib qoladi. Agar bo'lsa ham pastda qolib ketadi. Endi ko'pchilikda savol bor-da, ayniqsa asalarichilar izoh yozadi. Barakat topgur olimlar tavsiya berganda sal bir asalarichilarga ham o'ylanglar, ularga ham rahim qilinglar. Mana bu stimulyatorlar sepsalaring, mana bu kimyoviy preparatlar sepsalaring, yo bo'lmasa o'sha bor kislotasi sepsalaring, mana biz hozir bor to'g'risida bitta video qo'yganimizdan keyin shunaqa nimalar keldi, savollar keldi. Asalariga zarari bormi, yo'qmi? Shu nimalar. Hozir biz sepadigan stimulyatorlarni, bor kislotasi, mana shu radiyan, mikroelementlar, bor, sodium, intazium bular xavflilik nuqtai nazaridan 4-sinf deyiladi. Asalarilarga, umuman hayvonlarga, odamlarga mutlaqo zararsiz. Asalarichilar bundan qo'rqmasa bo'ladi. Endi 3-zararlik darajasiga ega bo'lgan insektisidlar bor, kuchli zaharli dorilar bor hasharotlarga. Yoki bo'lmasa ana shu kuchli ta'sir etuvchi gerbisidlar bor. Ular asalariga zarar yetkazadi. O'shanday dalalarda sepilgan bo'lsa, fermer bilan gaplashib, bir xatda o'zlariga qo'yilish kerak. Asallarni zo'rg'a qilish kerak. Boshqa dalalarda bu stimulyatorlar sepilganda ziyon yo'q. Aynan mana shu bor kislotasi bilan ishlash mavzusida shu savol kelgan. Bu zarari bormi, yo'qmi? Zarari yo'q. Bor kislotasi bilan sepilgan, chunki bu mikroelement juda kam miqdorda o'simlikka yetadi. Kam miqdorda o'z sepamiz. Asalariga zarari yo'q. Asalariga ziyoni yo'q. Hamma biostimulyatorlarning asalariga ziyoni yo'q. Kunni qaysi vaqtida sepsa umuman zarari bo'lmaydi? Kunni ertalab, kechki salqin paytda sepgan ma'qul. Kechasi ham sepsa bo'laveradi. Asalariga ham hech narsaga ziyoni yo'q. Juda harorat o'sib ketgan paytda sepish tavsiya qilinmaydi. Demak, ertalab tongda soat 5 dan 11 gacha sepsa bo'ladi. Kechki 4-5 dan tonggacha. Endi asalarichilarni himoya qilish uchun demak, erta tong 5 dan boshlab soat 7 gacha sepsa, keyin sal kun isigandan keyin gul ochilib boshlaydi, o'sha paytda asalari keladi. To'g'rimi? O'zi sepayotgan paytda ham biostimulyatorlar zarari yo'q. Asallar. Bu chunki asallarni o'ldirish uchun kuchli zaharli dori bo'lishi kerak. Bunga yomon ta'sir qiladigan. Bularni hidi bo'lmaydi, zaharliligi bo'lmaydi. Ularni o'ldirmaydi. Asallarning ziyoni yo'q. Demak, Shuhrat aka, bugungi mana shu mazmunli suhbat va fermerlar uchun bergan manfaatli, foydali tavsiyalaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz va keyingi suhbatlarimizda yana o'sha ijtimoiy tarmoqlardan bizga yo'llanadigan savollar asosida tuzib, yana kuzatuvchilarimiz e'tiboriga havola qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, agar mana shu videoni, shu suhbatni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta bu videoga like bosib, uni o'z sahifalaringizda ulashib qo'yingizlar, toki ko'proq fermerlarga yetib boradigan bo'lsa, demak, respublikamizda ana shu paxta hosildorligini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ko'tarishga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Biz esa sizlarga keyingi videolarda yana qiziqarli, foydali, manfaatli tavsiyalarni, suhbatlarni taqdim etamiz.